Marhamat. Rahmat bo'ling. Men ba'zi bir muhim gaplar sizga yetkazib qo'yay deb keldim. Hop. Mana bu ikkinchi bo'lim boshlig'i Davron bor-ku. 3 kundan beri ishga kelmaydi. Ha endi men eshikni olib turadigan odamman. Hammasini ko'rib turaman. Telefon qilib, "Qayerdasan?" desam, "Ishdaman" deydi. Bunaqasi bo'lmaydi-da endi. Nega ana bu yangi ishga olgan xodimimiz bor-ku, marketing bo'limiga. Humoy. 2 kun kuzatgan edim. Bir zumda qo'lga tushdi o'g'irlik bilan. Ha? Endi eng yomoni yordamchisi Islomda. Shu yigit hammasiga bu mayli deb saxiylik qilgan. Bunaqa bo'lmaydi-da xo'jayin. Men tushunmayman, qanaqa odam bular? Qanaqa ishlash kerak axir? Endi aytib yurmang xo'jayin. Men mana shu kamchiliklarni sizga yetkazib qo'yay deb yaxshilik qilyapman. Yaxshi. Shu yana bir yaxshilik qilsangiz. Meni ham bir kamchiligimni ayting. Xo'jayin. Sizda kamchilik nima qiladi? Hamma kamchilik mana bizga o'xshagan xodimlarda-da. Endi juda mubolag'a qilib yordingiz demasangiz, bitta kamchilikchingizni aytaman. Xo'sh. Sizni shu yosh, navqironligingizdan boshqa kamchiligingiz yo'q. Yo'q. Menda ham kamchilik bor. Yo'q, xo'jayin. Katta kamchilik bor. Qanaqa kamchilik? Sizni ishga olganim. Tushundingizmi? Xo'jayin. Tushundim. Mana aytdiz-ku, bittada tushundim. Boshqa umuman takrorlanmaydi, xo'jayin. Faqat iltimos, oyligimdan kesmang, xo'jayin. Bilasiz, bola chaqali odamman. Qo'limga qarab turadi bolalar. Tagimdagi mashinadan boshlab uyimgacha hammasi kreditda. Uyim ichidagi hamma texnika kreditda. Faqat iltimos, holimga rahmingiz kelsa, xo'jayin, tavba qildim. Boshqa umuman takrorlanmaydi. Erkaklik va'dasini beraman, xo'jayin. Zafarbek. Bu kompaniyada sizga o'xshagan odamlarga bitta ham ish yo'q. Arizani kotibda qo'llang. Meni muhimroq ishlarim bor. Menga o'xshagan odamlarga hamma joyda ish topiladi, bilib qo'y. Sendagi ahmoqlar mana unaqa xodimlaring bilan o'ralashib yuraverasan. Ishing boshingda qolsin. Nonko'r. Yaxshilikni bilmagan odam ekansan. Boshliq. Islom, bir soatdan keyin hamma xodimlarni majlisga yig'gan. Muhim gap bor.